Voy, men turib olganda qara, nima qolsa vinchilator oldida. Aka, kunam qizib ketdi. Hop. Qochib qoldi. Sen bu yordam bermaydi, bitta men bundan qo'yib yuboring notebookdagiga. Nega? Bu arzon qilib berasizmi? Bitta cho'tki qabzor qilib beraman, ketdi. Coco brendidan Monster haqiqatan zo'r keldi. O'rtoqlar, ko'rib turganingizdek, notebook, MacBooklar uchun haqiqatan moshni kuller. Bu oddiy kuller emas, ko'rib turganingizdek RGB podsvetkaga ega. Undan tashqari 300 оборотdan 2200 оборотgacha ko'tarsa bo'ladigan kulleri haqiqatan originali. Eng zo'r tomoni o'rtoqlar 5 shumni ishlaydi. Kulleri fishkalaridan bittasi o'rtoqlar ko'rayotganingizdek notebookinglar hamda MacBookinglar umuman qirilib qolmaydi. Magnitda turadi, umuman tushib ketmaydi. Yana bitta zo'r tomoni tushuntirib beraman. Qaranglar, notebookinglarni qo'yganingizdan keyin mana mana bitta o'zini ko'rasizlar, ikkita ushlaydigan noshkasi bor. Shuni noshkani bosib qo'yganingizdan keyin umuman hech qanaqa qimirlamaydi. Yana bitta zo'r tomoni tushuntirib beramiz o'rtoqlar. Notebookka xohlagan положениеga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar o'rtoqlar, oxirigacha yotqizib ham qo'yaverasizlar. Yotqizib qo'yish uchun mana bu telefon podstavkani ko'rayotgan bo'lsanglar, telefon podstavkani gorizontal, vertikal qo'ysanglar bo'ladi. Agar telefon sizlarga umuman kerak emas bo'lsa, podstavkasini shunday ortga tashlab turib, o'zini bemalol yotqizib qo'ysanglar bo'ladi. Ana endi qaranglar, panelga keladigan bo'lsa, sensorli bo'ladi. Xohlagan rangiga qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Agar sizlarga rang xalaqit qiladigan bo'lsa, bemalol o'chirib qo'ysanglar, kulleri o'zi o'chib qolmaydi. Kulleri o'zini o'chirib yoqish ham bemalol sensor orqali bosib turganingizdan keyin o'chadi, bemalol bosib turganingizdan keyin yoqib ishlatsanglar bo'ladi. Xullas o'rtoqlar, juda ham aqlli, juda ham moshli bo'lgan kuller O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Agar sizlarga narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada kuller so'zini yozib qoldiradigan bo'lsanglar, direct narxi bilan rasmlarni tashlaymiz.